Mana yana bitta so'rtagimiz uji o'rnatishni boshladik. Bu ozgina tor ekan. Eplab horisini qo'yib olsak, sarafonlarga o'rab suvarkasi shilinmasin deb chiroyli qilib olib kelib bitkizib beryapmiz ishlarni. Xudo xolasa bitkizib yuboramiz. Navbatdagi ishimiz 11 metrga nariyog'i 7 metr, nari tomoni 11 metr, 420 bo'lyapti. Bu yog'i 2 metr bo'lyapti, bu yog'i 5,5 metr. Stoykalar 2 stenka qalinlikda 8 bo'lyapti. Shunaqa gulli poson. Tomlariga da olganmiz, tunikasi ham 0,4 dan qilamiz, rangli tunika. Hop, общий pasxota hamma yo'g'i kraska, praska, lesa, pesa hamma yo'g'i ichida 38 million 200 ga bo'lyapti. Rekasi ham 1,5 stenka qildi. Avval 0,8 qilardik. 0,9, 0,8, 1 qilardik, hozir 1,5 stenka qilib oldik. Go'zal chiqdi, xudo xolasa.